Ada oyiga $10,000 oladigan puur tayyorlagan lamondan yeb ko'rganmisiz? $10,000 nima ichiga tilla qo'shar ekanmi? Ketdi. Oddiy lamon tayyorlab turib ham shuncha pul topsa bo'lar ekanmi deb o'ylayapsizlarmi? Meni ham hayolimga sirazu shu narsa keldi. Bu joyda Tashustan boshchiligida 2-3 ta Uyg'ur oshpazlar ishlashadi. Ustani to'g'ri Urumchidan olib kelishibdi. Umumiy hisobda taxminan shunaqa summada oylik olishar ekan. Biz albatta lag'mondan etdik. Ko'rinishlari yaxshi. Lag'monni faqat qo'y go'shtidan qilishar ekan. Xamirlari qattiq chaynaladigan, go'shtlari yumshoqqina. Ozgina nimtatir achchig'i bor. Bir marta bo'lsa ham yeb ko'rishga arziydigan joy ekan. Qolaganligi ustani o'zlari shunaqa ajoyib padachali ovqatlar ham qilib beradilar. Avvalambalo-yu bu. Bu bekzada taomi. Qo'y go'shti biqinidan tayyorlangan. Achchiq yaxshi ko'radigan ayni muddao. Agar turkcha ovqat yaxshi ko'rsanglar, undan ham bor. Bu ovqatni Turkiyadan kelgan oshpazlar tayyorlashadi. Ovqatning ko'rinishi zo'r. Ayniqsa go'sht, tegidi pomidor va sariyog bir-biri bilan zo'r kombinatsiya bo'lyapti. O'tiradigan joylarni ham Uyg'ur va turk stilida qilib qo'yishibdi. Juda ham o'zgacha atmosfera bo'lgan. Narxlar nima deyapti? Arzonmi yo qimmat? Kommentda yozinglar. Adres Chilonzor 19, Magnat zapravka ro'parasida. Bekzada. Videoni sizga erish kerak bo'lgan odamga ham yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.